Diqqat! O'zbekistondagi K-pop muxlislari, bu sizning haqiqiy imkoniyatingiz. Nomad yana Toshkentga kelmoqda, lekin bu safar hammasi boshqacha bo'ladi. Endi ochiq audition bo'lmaydi. Ular yuzma-yuz uchrashuv o'tkazib, faqat bitta iqtidorli insonni tanlaydi. Va eng qizig'i, tanlangan odam Koreyaga taklif qilinadi. Bu real imkoniyat. Taxminiy sana 12 aprel, Toshkent. Aniq joy esa keyinroq Instagram orqali e'lon qilinadi. Agar siz ham K-popga jiddiy qarasangiz, hozirdan tayyorlanishni boshlang va yangiliklarni o'tkazib yubormang. Barcha yangiliklar uchun bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.